Kirigiz. Kirigiz eshik ochiq. Kirigiz ashum chiqqanchi. Yoki sabırlığın bitken işimi? Nega sen shulay qilanasan? Moda industriyasında kılanmışa, küttürmüşe yaramay. Nindi tag'in moda. Motor kiyimler yasav, sotuv ham reklama beruv industriyasi. Ko'rasizmi bu oq svetshotni? Bu sviter bit. Bu svetshot. Bek o'ng'ayli kiyim. Keng-da tugul, tor-da tugul. Yarar, xo'playim. Narsa uchun siz buni silaysiz? Biz kiyim crossing uyushtirishga tilaymiz. Bunda hazır ayberlarni yeyamiz. Anlari? Anlari kiyimlar bilan bo'lishamiz. Masalan, bu qora mantiya menga kelishmay, yemsiz. Akachi uchun mina degan bo'lar. Kiyib qaragancha bilib bo'lmaydi. Aynur, zinhar chiqib turali. Qizlar, menga o'qirga kerak. Biroz kutib turg'iz hali. 50 narsanda kiyganchi, olganchi, men o'qib bitirgach, kiyingach, birinchi oy kiyimni kiygach, ham chiqib qo'ygach, dilasa narsa ishlagiz. Mening darslarim bitgach, yaraymi? Zinhar. Narsa ishlarga kerak shunga? Tekst yazarga. Temasi sizga bitta kelishi. 21-asrda milliy kiyimlar bormi? Aydagiz, menga birinchi jumla qoldi. 21-asrda milliy kiyimlar albatta bor. Masalan, Davanining kulmagin kiyasin. Bu bo'la oversize. Kichkina qofoq shotni shashka taqsan, bek zavqli aksessuar bo'lashaq. Bilasing kelsa, shuvaklarni hozir butun dunyo kiyib yuradi. Bu xotin qizlar uchun. Bizga narsa. Esingga shopan, shuni kiyasin-da diskotekaga, kishini shoqqatirarga.